Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Joriy yilning 18-noyabr kuni Andijon viloyatida ichki ishlar organlarida xizmat qilib kelgan xodim va uning bir nafar qizi o'z xizmat uyida is gazidan zaharlanib vafot etdi. Bu haqda Qalampir o'z so'roviga Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov ma'lumot berdi. Hayot Shamsuddinovga ko'ra, xodim o'z xizmat uyida vafot etgan. Uning yonida voyaga yetmagan 2 nafar farzandi ham bo'lgan. Qayd etilishicha, farzandlaridan biri ham zaharlanish oqibatida dadasi bilan birga vafot etgan. Bir nafar qizi esa omon qolgan va ayni damda shifoxonada davolanmoqda. Shamsuddinovning qo'shimcha qilishicha, holat bo'yicha ayni damda tergov oldi tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda. Avvalroq ham Andijon viloyatining Xo'jaobod tumanida profilaktika inspektori chaqiruv vaqtida pichoqlanishi oqibatida vafot etgandi. Uning pichoqlangan 65 yoshli fuqaro esa qochib ketib, joriy yilning 4-iyun kuni qabristondagi makkapoya ichida qo'lga olinganligi xabar qilingan edi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan shu va shu kabi xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videolarimiz ostida like tugmasini bosib qo'yishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni yodingizdan chiqarmang.